Hammaga assalomu alaykum. Bugun ozgina vaqtim bor edi. Jiyanim 4 yildan beri institutda o'qiyman, bitiryapman, ishga kirdim deb maqtandi. Qayerga ishga kirdi ekan? Bir ko'raylikchi, ketdik. Voy, bismillahirrohmanirrohim. Zo'r, qani? Bir kirib ko'raychi. Aytganim yo'q kelganimni. Bolalar rosa yomon ko'rardi. Voy, bolali joyda ishlayotgan. Salom, ustoz. Assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshimisiz? Sen bolalar rosa yomon ko'rarding-ku. Yo'q. Bolalar yaxshi ko'rasanmi? Ha, albatta. Voy jonim, qalaysiz? Va alaykum assalom. Katta yigit bo'lasizmi? Aylanib ketay. Qayerda ishlayapsan? Nima ish bu? Qanaqa sentr bu? Opa, bilasiz. 4-kurs talabasiman, defektologiya, logopediya fakultetida. Hozir bizda 4-kurs уже ozgina qoldi tugatishimga. Hozir 4-kursga yarim semestr уже oxirgi semestrda biz praktikaga chiqib ketganmiz. O'shaning uchun praktikamni Logo olamda, Munisa Alijononada kurslarida o'qidimda, o'zi ham bilmagan narsalarimni nisbatan o'rgandim. Demak, sen bu yoqda tajriba orttiryapsan. Kelajakda shu yerda ishlab qolmoqchisan, ha? Xo'sh, Munisa, ishxonang haqida ozgina ma'lumot berchi. Bu yoqqa qanaqa bolalar keladi? Bizning markazimizga ZPR, ZPRR, autizm, DCP va Down sindromidagi bolalar keladi va bizning markazimizda tovushida kamchiligi bo'lgan bolalar ham bizning markazimizga keladi. Opam, men hozir Logo olam ona bola markazida ishlayapman. Nomiga e'tibor bergan bo'lsangiz, Logo olam ona va bola. Nima uchun ona va bolaligi? Bizda darsimizda faqat bolalarni kirg'azib yuborishmaydi. Onalarimiz kutib o'tirishmaydi tashqarida. Mashg'ulot paytida biz onalarimizni ham olib kiramiz. Nima uchun? Chunki farzandlarini biz qanaqa shug'ullanayotganimizni, qanaqa ular bilan har xil metodika o'tayotganlarimizni onalar ko'rishsin. Nimaga ko'rishsin deymiz? Chunki biz onalarga uyga vazifa ham berib yuboramiz. Uyda shug'ullanishi uchun biz har xil vazifa beramiz va ertasi darsga kelganda onadan shu narsani talab qilamiz. Shu afzalligi bilan bizning sentrimiz boshqa sentrlarga qaraganda ajalib turadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Farzandingiz olib keldingiz, ha? Farzandingiz sizga ma'qulmi bu sentr? Ma'qul, juda yomon. Qanday bor? Qattiq qo'yadi. Молодец. Qani dumaloq qo'y. Muhammad yordam ber akangga. Qani? Akangga yordam ber. Dumaloq qani qo'y. Muhammad ol. Молодец. Yo'q. Munisa opa, sizga bitta savolim bor. Nima? Hozir Munisa jiyanim bir chiroyli yigit bilan, shirin yigit bilan shug'ullanayotgan ekan. Bu bola siz farzandingiz ekan. Men farzandim Abdulaziz. Ma'lumot beringchi. Abdulaziz zaif eshituvchi bo'lib qolgan 3,5 yoshda. Shundan keyin biz ancha qiynalganmiz. Shunda aytishganki, u bolam maxsus maktabga ham bora olmaydi deyishgan. Shunda ancha shug'ullanganmiz. Bizda borganimizda logopeddan olardik, kirgizishmas edi markazda va o'zim qanaqa mustahkamlashni bilmas edim. Shundan keyin o'zim majbur bo'ldim. O'zim shogird tushdim, o'zim chet el mutaxassislarida shogird tushdim, o'zimiz mutaxassislarda shogird tushdim, o'qidim onlayn kurslarda, offlayn kurslarda. Lekin bu kamlik qildi. Shundan keyin o'zim farzandimni oyoqqa qo'yib, nutqini chiqarib, hozirgi kunda Abdulazizim nafaqat yordamchi maktabda, Abdulazizim Shahridohur tumanidagi 92-umumta'lim o'rta maktabda 5-sinfda ta'lim oladi. Undan tashqari sportchi. Sada bersam, yutuqlari juda ham ko'p. Buni bizning auditoriyamiz bilishadi. Shundan keyin men o'zim oldimga maqsad qo'ydimki, yo Robbim, mana men shunday farzandimni oyoqqa qo'yib, shu darajaga yetkazdim. Nega endi boshqalarga yordamim tegmasin? Menga sen yordam ber. Farzandlarni ham, onalarni ham ko'z yoshlarini baxtli ko'z yoshga aylantiradiganida Alloh menga imkoniyat berdi. Shunda men Nizomiy nomidagi Milliy universitetda maxsus pedagogikani, sudda pedagogikani magistraturasigacha bitirdim. Shunda mana hozirgi kunda Logo olam ona bola markazini ochishga sababchi bo'ldim. Asoschisi men va bizning markazimiz Toshkentdagi yagona markaz hisoblanadi. Chunki ona bola markaz. Bu bekorga emas, balki o'zim ona bo'lganimdan keyin bizning markazimizda onalar ham bitta xonada bitta mutaxassis va ona ko'rdingiz, ona o'tirib dars jarayonlarida qatnashadi. Chunki biz beramiz mustahkamlash esa onalardan.
bu imkoniyatni faqat bizani markazimizda bor. Kirib, o'tirib, ko'rib, ishlab, chunki biz beramiz, mustahkamlash esa baribir onasidan. To'g'risini aytaman, hozir men Munisaxonni gaplaridan juda ham boshqacha bo'lib ketdim. Ona qilib yaratmasin. Qarang, o'zlarini farzandlarini oyoqqa turg'izaman deb shunaqa o'qib, bilim o'rganib markaz ochibdi. Munisaxonga o'xshagan onalar uyda siqilib o'tirmanglar. Olib kelinglar bolalaringlarni. O'sha maktabga chiqibdi, chempion bo'libdi o'g'illari. Sizlarni kutib qolamiz. Men prosta qoyil qoldim.